Assalomu alaykum. Hozir biz logopedik ritmika fanidan duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik mashg'ulotlarda nutq turlaridan foydalanish xususiyatlari mavzusida tushunchaga ega bo'lamiz. Buning uchun biz avvalambor duduqlanish haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Duduqlanish bu nutqning ritming va ohangdorlikning buzilishi bo'lib, so'zlarni talaffuz qilishda qiyinchiliklarning yuzaga kelishi yokida qaysidir joylarda to'xtalib qolishliklar hisoblanadi. Duduqlanish bu har bir insonda hayajonlanganda, shoshilib qolganda, omma qarshisiga chiqqanda yuzaga keladi. Asosan hayajon natijasida yuzaga keladi. Lekin ayrim insonlarda duduqlanishga moyillik juda kuchli bo'lganligi uchun nimadir kichkina sabab bilan u takroriy bo'lib qoladi, ya'ni uzoq muddat duduqlanib yuradi. Masalan, har bitta bola kuchukdan qo'rqsa, hammasi ham duduqlanmaydi, ya'ni moyilligi bo'lgani ko'proq vaqt duduqlanib qoladi. Duduqlanishda asab tizimi, muskullar harakatining buzilishi natijasida asosan kelib chiqadi. Duduqlanuvchi bolalar bilan asosan shug'ullanish davomida birinchi bo'lib nafas mashqlaridan boshlashimiz kerak. Ya'ni nafasni to'g'ri taqsimlash yordamida duduqlanishni bartaraf etishimiz mumkin. So'zlarni bo'g'inlarga bo'lib o'rgatishimiz yokida chuqur nafas olib keyin gapirishni o'rgatishimiz bu duduqlanishni yengishga yaxshi samara hisoblanadi. Duduqlanishni fiziologik sabablari, psixologik sabablari, ijtimoiy va psixologik omillari bo'lishi mumkin. Fiziologik sabablari bu asab tizimining zaifligi, ya'ni yuqorida aytganimizdek, duduqlanishga moyilligi kuchli bo'lsa, unda kichkina bir sabab bilan ham juda ko'plab vaqt, uzoq muddat so'zlarda to'xtalishlar yokida boshqa tovushlarni keltirib chiqish, qo'l harakatlari, muskullarning tortishi yuzaga keladi. Duduqlangan bolalarda biz e'tibor berishimiz mumkin. Ko'zlarni olib qochadi, ya'ni o'ziga nisbatan ishonchi past bo'ladi. Ko'zlarni olib qochadi yoki qo'llar tortishadi. Bu juda ham yomon holat hisoblanadi. Duduqlangan bolalarda asosan stressni kamaytiruvchi mashg'ulotlar olib borishimiz, unda hayajonni pasaytirishimiz ham mumkin. Bolalar va kattalar o'zlarini notinch his qilganda yoki qo'rqishlari natijasida duduqlanish yuzaga kelishi mumkin. Bunda asosan atrofdagilar, ota-onaning ahamiyati juda katta hisoblanadi. Duduqlanuvchi bolalar bilan oyna qarshisida ishlash ham ularni o'zlariga nisbatan ishonchlarini oshishiga yordam beradi. Keyinchalik duduqlanuvchi bolalarda muskullar tortishi yuzaga kelganligi sababli ularga bo'shashtiruvchi masajlardan foydalanishimiz kerak. Ya'ni bo'shashtiruvchi masaj bu markazdan yuqoridan pastga qarab harakatlangan masaj hisoblanadi. Masaj qilgandan so'ng bolada muskullar bo'shashadi va so'zlashganda tortishlar kam bo'lganligi sababli duduqlanish ham bartaraf etadi. Ritmik harakatlar yordamida ham duduqlanishni bartaraf etishimiz mumkin. Ya'ni musiqa bilan shug'ullanganimizda duduqlanuvchi bolalarda hech qanday duduqlanish yuzaga kelmaydi. Keyinchalik duduqlanayotgan bolalarga mayin musiqa aytib berishni so'rashimiz ham mumkin. Duduqlanuvchi bolalar bilan gaplashayotgan vaqtimizda ularni nima bilandir chalg'itsak ham duduqlanishi esdan chiqib qoladi. Keyin bir me'yorda gapiriladi. Eng asosiy metodikalardan yana biri duduqlanuvchi bolalar bilan suhbatlashayotganda qo'llarni mayin tarzda silab turishimiz ham mumkin. Ikkita mana bunday qilib urib tursak ham ular ancha o'zlarini tinch his qilishadi. Duduqlanuvchi bolalarga asosan shar ishirish yokida turli xil qog'oz parchalarini puflatish ham
nafas mashqini nafas olishiga, nafas mashqini rivojlantirishga yordam berganligi sababli eng asosiy metodikalarimizdan biri shular hisoblanadi. Yana logoped duduqlanuvchi bolalar bilan 3 oydan 1 yilgacha mashg'ulot o'tashi mumkin. Lekin afsuski, shuni ham aytish kerak, duduqlanish hech qachon to'liq davolanadigan kasallik hisoblanmaydi. Ya'ni u qaysidir sababga ko'ra yana qayta 10 yillardan keyin ham qaytalanish ehtimoli bo'ladi. Duduqlanishni bartaraf etishda eng yaxshi samarali usullardan biri stressni kamaytirish, bolaga atrofdagi yaqinlarining motivatsiyasi, tinch muhit, o'ziga bo'lgan ishonch eng katta samara beradigan narsalar mana shular hisoblanadi. Nutqni rivojlantirishda o'yinlar, oddiy savol-javoblar orqali ham muloqotni yaxshilashimiz mumkin. Ya'ni duduqlanuvchi bola logoped huzuriga kelganda boshida u bilan suhbatlashishga tortinishi, duduqlanganligidan uyalishi mumkin. Lekin vaqt o'tib u logopedni oldida ancha o'zini yaxshi his qiladi va duduqlanmay qo'yadi. Sababi u o'ziga yaxshi, tinch muhitni topgan hisoblanadi. Shunday ekan, u boshqalar oldida ham shunaqa bo'lishi uchun unga o'ziga nisbatan ishonchni oshirishimiz katta ahamiyatga ega. Keyin yana asosiysi gapirishidan oldin chuqur nafas olib, nafasini bir me'yorda tartib bilan chiqarishni ham o'rgatsak, bu duduqlanishni 50-60% ga kamaytirishimizga ham yordam beradi. Duduqlanuvchi bolalar bilan mashg'ulot o'taganimizda u davomiy bo'lishi kerak. Ya'ni tartibi buzilmasligi kerak. Kunning bir vaqtida, har kun davomida, bir xil soatda, ya'ni 1 soat o'tiladigan bo'lsa, har kun 1 soat o'tilsa, bu yaxshi samara beradi. Keyin bunday bolalar bilan ota-onalar ham uylarida shug'ullanishlari kerak. Ya'ni bola shoshilgan payt uni tinchlantira olishlari, nafas olishni eslatishlari, so'zlarni bo'g'inlarga bo'lib gapirishga o'rgatishlari ham yaxshi samara beradi. Hozircha mana shular edi. Mana slaydimizda yana boshqa ma'lumotlarni ham ko'rishingiz mumkin.